dadangizlarga oxirgi marta qachon sizni yaxshi ko'raman deb aytgansiz, to'g'risi? Aytasiz, iloji yo'q. Aytolmagan. Erkak kishi ayta olmaydi, biz ham ayta olmaganmiz, ko'rdingizmi? Lekin albatta bu quvonch ko'z yoshlari. Mana shuncha xalqning oldida, mana shu kameraning oldida men ishonaman, hali 40-50 yildan keyin mana shu to'yni, mana shu joyni qayta ko'radigan joyi bo'ladi. Hozir shuncha xalqning oldida. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Siz zo'rsiz deb berasiz. Marhamat. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Siz meni qirolimsiz, dada. Gap yo'q, bitta qarsak bo'lsin. Gap yo'q. Mana bu qo'shiq siz uchun. O'g'lingiz nomlaridan siz zo'rsiz dada. Bitta davringiz. Marhamat.